Assalomu alaykum, hurmatli qarindoshlar. Bugun 2019-yil 6-oyning 29-kuni shanba kuni. Bugun havo nihoyat issiq. Gollandiyada bular qarindoshlar turibdi. Amsterdamdagi yana bu yalqış namoyishni boshlagan. Bugun atigan tursam Gollandiyaga yangi kelgan bolalarni bir to'p bolalar telefon qildi. Bugun biz aka yanamiz chiqib namoyishni qo'llab, ash maydonda turmaymiz deb. Nihoyat ta'sirlandim. Bugun qarindoshlarimiz ko'zga kirayotsizlar. Bu yapıtıl loziklarını ya koymak için etraf tuttuk. Yani bu bizdeki kırımdaşlarımızdaki bir gelmiş atlapta şu teşvikat işlerine yardım boğalardan nahit köp suyundum, memnun oldum. Bunu da devamlı kilimizdeydim. Bu kırımdaşlar kısa bir ziyaret kılıp bunu tarqatmak için. Assalomu alaykum Yusufjon. Avval sizdan boshlaylik. Bir ikki og'iz bir gap yurak so'zingizni. Bugun biz qarindoshimizdan biriga Abdurahimjon qarindoshimizniki yolg'iz namoyish yordam sifatida bir o'zimizning bir kishilik majburiyatimizni ado qilaylik deb qarindosh bilan keldik. Va inshaalloh bundan keyin vaqtimiz chiqsa davomlab kelamiz. Ya siz bir ikki og'iz. Assalomu alaykum qarindoshlar. Bugun shanba, qatal oftobda issiq. Bir yildan beri Abdurahimjon akamiz shahada oftobda bizim bugun Abdurahimjon akamizning qo'llash ustidan Turkiyadan yangi kelgan yosh bolalar shahada namoyish qilib Abdurahimjon akamizni qo'llaymiz deb keldik. İnşallah bundan keyin daim shunday qo'llash maqsadimiz va planimiz bor. İnşallah xalqimizning yana ko'plagan destek yordamlarini qo'llashlarini kutamiz. Hammalarga rahmat. Assalomu alaykum qarindoshlar. Hammamiz bugun shu vatan uchun, qarindoshlarimiz uchun bir kuch yassimizni qo'shilib, Abdurahimjon akamizni qo'llash ustidan bu yerga keldik. İnşallah bu mümkün devamlı ikinci girişimiz. Bir gapni unutib qolibmiz. Bizningki bugun asosiy blok ismimizning sababi vaqtim bu nimada Januardagi nima bo'ldi? Namoyish. Namoyish va uning guvohlik berdi. Erkin dunyosini. Bu yerga ko'p hammamiz asosan mahsulot. Hatto erkin dunyo bilan birmanlik bolalar bor. Agar şu erkin dünyası degandek ne kamp ne iş ne bulmagan bo'lsa bizning qarindoshimizning oilasiga qanday ketdi. Hatto erkin dunyosininki oilasidan biz tunuydigan odamlar bor. Ularning tunuydiganlarmi turmada hozir. Undan uni ketdi. Shundan qarta biz xalqaroga bir ashdan qarshisini bilish uchun dunyo turib o'tiramiz. Rahmat. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimi? Biz bugün qarindoshlar bilan Abdurahimjon akamning shu emisiga namoyishga yordam uchun keldik. Aslida shunday bir qo'y xayollarimiz yo'q deymanki, har ta'sirga qarshi 2 hafta Abdurahimjon akamdan bir yillik yolg'iz namoyish uchun kelganman. Qarasam, aslida 2 soat turib ketishim bor. Qarasam, Gollandiyalik yerlikdan birisi biz namoyish qilib mushkullarni şu dedim bu Gollandiya'nın ata-anası işede, annesi işede, atası işede, zulap olan ilişkimiz yok. Yani biz için davanı koyduğu, bizim işimiz var inşallah. Diye o şu an hayalım keşti. Ben bu tarafta malın oyuncularını köygen biz hiçbir iş kılanma acaba. Yani şu an degende ola bizde sen yaxşı hazır kalır diye. Biz shular uchun ish qilmoqchimiz yana o'ylab, bu hafta qarindoshlarimiz birga Abdurahimjon akamni qo'llash uchun ishlayapmiz. Rahmat. Qarindoshlar ko'rib turibmiz, bizning yerimizda Xitoy faoliyatchilarimiz o'tirib ashyalarda o'ziniki Xitoy kommunistik turmalarida azab chekayotgan faoliyatchi, sabdoshlarcha mana namoyish qilyapti. Bularning namoyish tarixi mendan uzun. Bular 2 yilda ko'p qoldi, biz 1 yil bo'ldi. Xudoyim bizni davomlashtiramiz. Assalomu alaykum. Turkistonlik, Sharq Turkistonlik qarindoshlarimiz, biz bugun 10 ga yaqin
qarindoshlarimiz bu Abdurahimjonninki bir yilni yoqi davomlashtirib kelayotgan namoyishiga qo'llab-quvvatlash uchun biz biroz bu yerga keldik. Namoyishimiz inshaalloh bugun davom qiladi. Osmon Qorima. Assalomu alaykum. Dunyodagi barcha qarindoshlarimiz. Alloh salomat qilsin. Abdurahimjon qarindishimizning uzun vaqt buyon davomlashib kelayotgan yolg'izlik namoyishiga o'zimizning yordamimiz berishlik aslimiz uchun keldik. Sizlarning atrofinglardagi shunday namoyish qilayotgan va shunday zulmlarni ustida qilayotgan faoliyatlarga aktiv ovoz qo'shib yordam berishinglarni chin so'radim. Rahmat. Biz bugün bir yerde bu katılımlık Cenva yığında Erkin Tunyaz'ınki kampı yok diyen bu sepsete karşı bağlık bir yerde kamp yok ama bir yerde bıraktan bütün karındaşlarınki ata-anası, karındaşları, uçukları hemisi kampıda turneler ispetlerlik için biz bununki Cenva yığında bayan bağlıkının yalgan nitelikine ispat yani onunki diyen sözden yalganlığı, onun bağlığının yalganlığı diyen bu sepsete karşı biz bir yerde Başımız suç namayışı. Aslında biz hepimiz şu cezalarga kirib ketgan ota-onalarimiz, uçqanlarimizning rasmini açıp qamoq tutib, uning ama vaqti suqag'ashga tayyorlab bo'lmay qoldi. Inshaalloh kelar haftadan boshlab agar fursat yer bersa shunday qilishimiz mumkin. Rahmat. Mana bu Xitoylarning kep hozir mana video tortyapti, mana rasmdan ko'ryapti. Buningki Xitoycha tashviqotlarim ancha-muncha bir jonlantirib qo'ysam bo'lgandek. Assalomu alaykum qarindoshlar. Bizga 10dak bolalar meni yo'lqab, qo'llab, jiroqdan keldi. Bolalarning har qaysi yerlardan majbur sindim mamnun bo'ldim. Bolamizniki qisqacha yurak so'zlarimizni ham vatanlik ahvollarni Uyg'urlar bir-birini so'zlab tushuntirishga hech qanday bir ahamiyati yo'q. Hammamiz kundik ahvollar anglayapmiz. İlişkin erkesinde akımızdaki ahirki vatandan kelgan xabarlar to'g'risida so'zida nihoyat ejinish ahvollar. Hemmamiz anladık, yüreklerimiz geçti. Qo'limizdan keladigan imkoniyat shu vatanda ovoz chiqargan xalqimizning ovozini dunyoning har qaysi joylarida yolg'iz kishilik, ko'p shakllik qaysi xil imkoniyat qo'limizdan kelsa shu xil imkoniyatda namoyish qilish orqali dunyoni harakatlantirish bu faqat bizga bog'liq bo'lib qoldi. Shu boshqa qarindoshlar imkoniyatimizni barcha her yerlerde bir namoyish qilaylik, izchil namoyish qilaylik. Lozikalarni ko'ryapmiz. Lozikalar nayt sifatlik, nayt jonliq, obrazli, eng poklik sifatlarni yasab nima qilyapman? Bir sistemaga kirish uchun bir sistemlik tashviqotlarni qilish uchun. Bundan keyin yana lozikalar, yana narsa loyilab chiqamiz. Qo'lidan loyilash keladigan qarindoshlar qilib qolsa, yordam bo'lsangiz qo'shilamiz. Sizlar loyilab bergan shu lozikalar dam maydoni qizilsa, sizlarning shu bir to'pang bo'ldi. Sizlarniki shu loyilagan narsalar shu ovoz xalqimizning ovoz anglatishga eng jonliq bir plakat qilib mishada tuzilg'isi. Shunda hamma qarindoshlarniki bizni qo'llab-quvvatlab, ma'naviy jihatdan destek berayotgan, qo'llayotgan, duo qilayotgan qarindoshlarimiz hammamizdan Alloh rozi bo'lsin. Sizlarniki ma'naviy jihatdan qo'llashlaringlar benim izchil namoyish qilishimga turklik o'ylayapti. Hammanglarga assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Omon bo'linglar.